Sandanam, mandanam, undanam, bundanam. Qarzing bor, tvar ber. Xo'p, rais va, beraman. Asabimga margat qilmaganmi? To'lab qo'y. Ambulatoriyaga admin qilamanmi? Xo'p, rais va, xo'p dedim-ku. iPhone mi? iPhone. Qo'lingizda iPhone, ketizga kiygani shortingiz yo'q. Men mahallani mazgi sintirab kelay. Men Qizil bayramman. To'ydan keyin erim umuman o'rtoqlar bilan choyxonaga chiqmaydilar. Men ertalab turib umuman ko'chalarni ham supurmayman. To'ydan keyin biz обязательно alohida chiqib ketamiz. Trikotaj futbolka. Sen avval qizim chuchvara tugishni o'rganib ol, mantiq qilishni o'rganib ol. Faqat tuxum qovurishni bilasanlar. Sendaqa yoshlar sumalak qilishni ham bilmaydi. Turga qol uyingga. Bu ketishda sumalakni ham yo'q qilib bo'ldi. Ming'illama arqamda ham qulog'im bor, Zaporoj motormi? Chalishimni yuvib olmasam, kampirlar ham qaramayapti. Ona mana shu mahalla asabimga o'ynasa, Xonsaroyda yangi chiqqan fazo loyihasida uy olib ketib boraman, menga so'kkanda bor. Rais, bu assalomu alaykum, yaxshimisiz? Bitta yordamingiz kerak edi. Qanaqa yordam? Salon ochmoqchiman. Avtosalonmi? Yo'q, go'zallik saloni. Moni oching, moni miyangizni oching. Voy rais, bu dilim og'rib, men nima qilib ayollarni go'zal qilsam? 360 gradusda uradigan kamerani ko'rganmisan? Yo'q. Moni qara. Mana ko'ryapsanmi, arqadan ham uradi. Ya bu erkak degani hayotda tas yashasa-da. Chechiri Temur bobo. Bu kamalagan bular dastdan hijolat bo'lib chiqmay qo'ydi. Rais bu? Obbo, jallohat qo'limi kes.